Davralarda o'tirganimizda, suhbatlarda eshitib qolasiz. Ko'p eshitasiz bu gapni. Domlajon deydi, men deydi, hayotimda og'zimga olmaganman. Ichkilikni demoqchi-da. Domlajon, men hayotimda hech yolg'on gapirmayman. Men bu qilmaganman, uni qilmaganman. Ya'ni o'zini qanchalar yaxshi odam ekanligini aytmoqchi bo'lyaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Namoz desangiz, yo'q. Namoz yo'q. Siz har qancha yaxshilik qilsangiz, lekin namozni ado etmasangiz, bu qilgan yaxshiliklaringizni qanchalik qimmati bor? Bundan ham qiziqrog'i aytishadiki, men deydi Xudodan so'rayapman, unaqa dardim bor, bunaqa dardim bor, lekin Xudo meni dardimni, duolarimni ijobat qilmayapti. Yana so'raysiz, namoz yo'q, namoz yo'q. Baraka topkur, Alloh sizdan so'ragan bir namozni agar siz Allohga bermayotgan bo'lsangiz, Alloh uchun birgina namozni ado etmayotgan bo'lsangiz, Alloh qanaqa qilib sizni duolaringizni ijobat qilsin? Qaysi yuz bilan siz Xudodan menga uni ber, buni ber deyapsiz, o'zingiz Allohning aytganini qilmay turib, jahannamga olib ketilayotgan gala-gala, to'da qilib jahannam sari haydab borilayotgan jahannamiylardan so'ralar ekan. Qur'onda Alloh aytadi: "Ma salakakum fi saqar?" Sizlarni jahannamga eltgan narsa ne edi? Javob berishlar ekan. Qalu lam naku minal musallin. Bizlar namozxonlardan bo'la olmagan edik holi hayotda. Va lam naku nut'imul miskin. Davom etadi. Miskinlarni holidan xabar ola olmagan edik. Va hokazo boshqa sabablari ham bor. Lekin eng buyuk birinchi sabab, biz namoz o'quvchilardan bo'la olmagan edik. Namoz azizlar, namoz va yana namoz.